Uyg'ur yozuvchisi Batur Ro'zining Shehidlar Gulistoni 7 qizlarim nomli asari. Bu asar Beliqut shirkatida ovozga elinib, Beliqut to'rida anlatildi. Jigdi yig'iliqi. Bu milodiya 1765-yili Atiyaz fasli edi. Çellongning 6 shaharda fuqarolardan 5 xil diyak mata va o'stirma zakotdan boshqa bosh paraq olmaslik haqidagi va'daları Erxizdagi quruq gap bo'lib qiliverdi. Çellong buningdan 5 yil ilgari algi yorliq tushirib, oshkora jakarlagan 5 xil diyak mata endi xuddi shoh qo'ngan qushqashdek biriga-biri qo'shilaverib 65 xilga yetdi. Norozilik barg'on siri kuchaydi. Çellong Manju hukmronlari saltanati janubdagi musulmon shaharlarda o'zining hukmronligini unumli yurgizishni moddiy jihatda kafolatga ega qilish uchun yerlik fuqarolardan ko'proq pul talab qiladi. Çellong bu pulni qaysi yo'l bilan tepish to'g'risida bo'lsa oz o'ylaydi. Buning uchun o'zining janubdagi har qaysi musulmon shaharlarida turib atgan ma'murlarga farmon tushiribla kupoy qiladi deb hisoblaydi. Çellongning Jumg'oriya bilan 6 shaharni birlikka keltirish yuzidan elib borgan urushlari iqtisodiy jihatda alni xarob qilgan bo'lsa, uning orqasida urinib kelgan sepil hashiri fuqarolarning holini ketkizib, qaddini bukib tashlagan edi. Ammo Çellongning oshko'z amaldorlari buninglik bilan hech kimni oyab qo'yishqani yo'q. Dehqonlar, chorvachilar, shaharlardagi savdogarlar va miskarlar, qo'ymichilar, to'mirchilar, yog'ochchilar, navoiylar, qassoblar, bakkarlar, ko'nchilar qatorliq hunarmand kasblardan tarkib topgan kang fuqarolar tabiqasi o'zlarining yonchuqlaridagi eng oxirgi tangillar bilan nafsoniyatchi baloxo'r amaldorlarning tegi yo'q cho'ntaklarini to'ldirishlari lozim edi. Bu amaldorlar bo'lsa fuqarolar ustidan Çellong xon nomidan hukmronlik yurgizadi. Halbuki bu amaldorlarning bunda xilma-xil tartibsizliklari el ichida turli besaramjonliklarga sababchi bo'ladi. Uchturpan xon Ambili Sujing bilan Hokimbek Abdullalarning Xoqoni Ching nomidan Uchturpan aholisiga solgan jigda olg'ini birdilla butun janubdagi musulmon shaharlarini qoplagan mushundoq cho'ng bir besaramjonlikni keltirib chiqardi. Milodiya 1765-yili Mahi safarning 14-kuni Shohibek Rahmatulloh farmon bo'yicha 240 hasharchiga buningdan 1 yil ilgari yiltizi bilan tunga o'ltirg'izib tutqizilgan 24 tup jigdini ko'tirgizib Ostoni Beyjingga elib mangdi. Hasharchilarga bu jigdilardan boshqa yana Uchturpan xon Ambili Sujingning o'z yurtiga mang'uzgan oltin ko'mishlari bilan boshqa marg'ub mollarini birli ko'tirib menish vazifasini yuklangan edi. Bu erg'il mollarni Sujingning o'ktam o'g'li Susho'ya yolab elib mangan edi. Ular eli qushdim degan yerga 10 chaqirim qolganda Sujingning mal dunyosini ko'tirib mangan Mat Yaqub degan bir hasharchining puti mitkot bo'lib yiqilib tushdi. Susho'ya "Hey o'limdi, yo'lga chiqmayla, yolg'onni qilib turdinglar" deb ochiqlab kelgan peti tayoq bilan Mat Yaqubning bosh ko'zlariga urib ketdi. Tayoqning zarbasida jini qoqshab ketgan Mat Yaqub uningga yondi. Hasharchining o'ziga yeniyotganligini ko'rib terxin g'azablangan Susho'yaning rastilla sarangli tutdi. U qilichni qilidan shart qilib sug'urib oldida Mat Yaqubning yelkasi g'azab bilan bir qilich chapdi. Mat Yaqubning so'l qo'li yelkasi bilan qo'shilib yerga uzilib tushdi. U voy degunicha yerda echinishliq tipirlab ketdi. Bir hazodan keyin uning echinishliq ingrag'an ovozi o'chdi. Bu faciani ko'rgan hasharchilar g'azablangan bo'lsa-mu, ammo qora cheriklarning qo'llaridagi nayzi qilishlardan ayminib, ochiqlarni ichiga yutishga majbur bo'ldi. La'nat qora cheriklar bizni xarob qiladigan bo'ldi
dedi haşarchilarning orasidagi Baymurat degan biri. O'ylarimizga omon eson bora olamizmi yo'q? Buni bir Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. O'limimizni mushundoq kutib turamdi. Bu vaqtda voqea yuz bergan yerdagi shovqin so'ranni anglab, qora cheriklar yetib kelishdi. Ular kishilarning varqirashgan ovozlarini anglab, suv sho'yaga do'q qilishayotganligini tushunishdi va qo'llaridagi qamchi bilan urib, ularni tarqitib etdi. Bigi! Hey, Rahmatulloh bigi! deb tug'ilgan ovozni anglab, Shohibek Rahmatulloh orqasiga qaradi. Birsi Dongning orqasida turib, ha deb uningga ishorat qilib atdi. Ha, nima ish? dedi Rahmatulloh bey yeriq kishining yeniga kelib, uning to'qalak do'rg'a ekanligini tunidi. To'qalaq qari, bu yerda nima ish qilib yursizlar? Ajab, o'ngsuringlar o'chib ketibdi-ku. Voy, bigim bo'lmadi. To'qalaq qarining tili og'ziga tiqilib, so'zlayolmay qilib atdi. Ha, nima ish bo'ldi? Odam unda taqozo qilmoqla. dedi Rahmatulloh bey titik bo'lgandan terkib. Bigim, sizlar hasharchilarni elib olgandan keyin suvdorin qolchiliklarni aratib, Elixon bigimni tutib ketdi. Yana nima shubhadi? deb o'ltirib turdi uningdan Rahmatulloh bey ansirab. Yana ma'balatib ochqinimni yomg'ir qoldirib ketdi. Otamni nima ish tutibdi? Elixon bigimni nima uchun tutganligini bilmadim. Biroq dedi To'qalaq qari atrofiga aloq-jaloq bo'lib qarab qo'ygandan keyin. Sherib To'g'rining aytishicha, otalarni qora guruhning bosh sardori deb qaralab tutgan o'xshaydi. Suvchan oxir qo'satdi-da, deb o'yladi Rahmatulloh bey. Ko'rimiz qo'ydi. Kimni kim tutib o'ldirdi? Hisobi bor dunyo bu. Otam odamni aytgan, deb so'radi Rahmatulloh bey uningdan. Suvdorining yomg'irida bo'lib ishlaydigan Munirdan do'rg'idan distirishdi qildi. U Elixon bigimning natijaligini eli uqmaydi ekan. Ammo u bigimni suvdorining orqa o'ylisdimikin deydi. Nima? Rahmatulloh begning beshidan tutun chiqib ketdi. Chunki u suvchining orqa ho'ylisida maxsus maxfiy o'ldiriladiganlar tashlanadigan tegi yo'q bir zindon bor emish deb anglagan edi. Shunga suvchi sen oxir meni isyon ko'tarishga qistiding, ha? deb tishini g'o'chirlatdi Rahmatulloh bey. Ondan To'qalaq qorini fuqsi Asmatulloh bey o'z odamlarini elib Eni Qushtonga darhol yetib kelish haqida xabar yetkazishga ma'murdi. Shu kuni kechada Eni Qushton atrofiga g'azablangan odamlar orqa-orqadan to'planishga boshladi. Dongning ustida lovuldab kuyayotgan Gulxon dongning atrofini kunduzdak yo'ritib o'tgan edi. Maydonda odamlar sanjoq-sanjoq bo'lib turib ketishgan. Kishilarning oyoq ostilarida yog'och dongning parchalari chechilib yotadi. Dongning ustida bir necha odam turardi. Ularning orasida o'ttir bo'yliq, 50 ning qarsini olgan tanbal bir odam jarangliq ovozi bilan varqirab so'zlamoqda edi. U 4-darajalik Shohibek Rahmatulloh edi. Yana biri uning jiyani Lamjillik 5-darajalik bek Amrulloh edi. Qolganlar yar mahallalik 5-darajalik qozi va G'ubur, 5-darajalik Murabbek O'shur, Shohibek Muhammad Rahimlar edi. Asmatulloh begning yanida turgan egiz bo'yli Qur'on yigitning ismi Tohir bek bo'lib, u Rahmatulloh begning kuyovli edi. Qarindoshlar, deydi Rahmatulloh beg. Jabr zulm haddidan oshdi. Pichoq so'ngaki berib ketdi. Bas, endi sarimiz toshdi. Bu daralloh nima qilgan bizni bo'shuncha bola xo'rlaydi? Yurak porimizni qiyin qistoq qilib o'ldirganni oldi. Nimish xotin qizimizni oyoq osti qildi? Bizni inson bu. Tangri bizni inson deb yaratgan. Oldiga bidi bilan saman tashlab berib, qo'ldan so'rab qo'yib bo'laveradigan hayvon emasda biz. Qarindoshlar, qo'limizga tayoq to'qmoq elib, bu la'nati cheriklarni surduqay qilaylik. Dapsanda qo'yilgan mumsimizni oqlaydi. Qani qarindoshlar, orqamdan men ola. Qonxo'rlarning umsi bo'lgan mo'ljal taqqan azim cho'rib tashlaydi.
Olg'a, ana taşla! Ya ölüm, ya gülüm, canlıcan, qalqıqa! Hayacanlangan, g'azablangan xalq Rahmatulloh beglarning kaynidan ori gurjaklarini ko'tirishib, gurredimenishdi. Ular qiyiqas cho'qan ishida tog'ni talqin qilg'idek kuch-shijoat bilan Udul Sojingning ambal yomiliga, Mo'jar tog' qal'asiga qarab otlandi. Qosim Xo'ja eli Qushdoqda g'aliyan chiqqanligini yomilga xabar qilg'il kelganda Hokimbek Abdulla bir necha mayxur ham tovoqlari bilan kechicha ishqibozlik qilishib tunni bedor o'tkazishgan edi. Ularning orasida bir nechasi olg'a burun mas bo'lib olib, karvat ustida o'nda dumda yetishadi. Qosim Xo'ja qoq saharda eshikdan usib kirdi. "Ey janob, bo'lmadi, ishcho'ta!" deb voysab ketdi. Bu chaqda kechicha ichgan o'tkir sharobning kuchidan shirkayib bo'lgan Hokimbek Abdulla uning bu gapiga pisatni qilmasdan qo'liga elib olgan jamdik sharobni bir ko'tirib ichibdi va Hokimiyat kechisining aminlik chirig'i o'chibdimi yoki davlat zanjiri bog'liqdan uzilibdimi? Zodi nima ish bo'ldi? deb so'radi uningdan. "Ey janoblar!" dedi Qosim Xo'ja hozirab turib. "Bugun kecha Rahmatulloh bek osharchilarni quturtib, eli Qushdoqda g'alyon ko'tirdi. G'alyonchilar Sudarining begzodisi bilan qorichiliklarning hammasini urib o'ldirishdi. Bu voqeani ko'rib, u sharobim beshim jonimdan to'kilib, janoblar xabar yetkazmada paloqlab yurib hech jonim qolmadi. Mubodo bu ishni Sudarim bilan silib, bek otamga ma'lum qilishni kechiktirsa vaziyat qolarmanmikin deb qo'rqdim. Shunga kechki posim yetib keldim." Abdullah bey bu gapni anglab, darhol sayyaklashdi-da, sherib turgan yeniga chaqirdi. "Navkarlardan darhol bir nechta jam qilib, u ajri to'shqan gadaygashlarni hozirning o'zi tutib kelinglar-da, qo'llarini bog'lab zindonga tashlanglar. Har kuni birdan tortib chiqib, cheksiz azob-uqubatlar bilan qiynab o'ldiringlar. Qani, qolgan gadaygashlarning buningdan qattiq ibrat olmag'ini bir ko'ray" deb amr qildi. "Qulluq taqsir, amringizga farmon berdorman" dedi sherib turgan, shirkayib bo'lgan Abdulla bek ta'zim qilib turib. "Sen ma, darhol ishingga ma" dedi Abdulla bey. Bu chaqda uning shirkayibligi butunlay yeshilib ketgan edi. "Qosim Xo'ja, siz men bilan birga Sodarining yonida borsiz." U kap ustida yetishgan masalani turtdi. "Bo'lmasa o'rinlardan turinglar. Uy, yarmasla, men sizlarga da'vatman. Rahim qiling begim, bir navbat o'tib kelsin" deb qo'dirdi masladan biri. Nemish bo'lganligini uqolmay. Maslarga gap uqtirman deb o'zini avor qilishni xohlamagan Abdulla bek ularni tashlab qo'yib chiqib ketdi. Qo'zg'olonchilar ozg'ini cherigi bilan yomin ichiga bekinib olgan 3 turpan xon Ambre Sojingni Mo'jar tog' qal'asiga solib oldi. Shu kuni atdigandala 3 turpan shahri odatdan tashqari sirliq tus oldi. Dukkanlar taqoqliq edi. Odamlar to'p-to'p, guruh-guruh bo'lishib, char suvga to'planmoqda edi. Hamma yerda hayajonlangan, g'azablangan chiroylar ko'rinadi. G'azab sadolari ichida Rahmatulloh begning jarongli ovozi anglandi. "Yurtimizda adolat yo'q. Hamma yerda tangsizlik, qonunsizlik, farg'o'rlik, xiyonatchilik, chiriklik hukm surmoqda. Amaldorlar xuddi o'g'ir qaroqchilardek puhrani buloq-talon qilishmoqda. O'g'ir qaroqchilar hukm surgan bu elda saltanat xuddi nastur bo'lib olgan Parij xotinning yuziki chumbarga o'xshab qoldi. Podshohchilik, farg'o'rlikni yiltizda quritolmaganlikdan osoyishlik topolmadi. Alda xiyonatchilik avj olganlikdan yurtdorchilik ro'noq topolmadi. Shunga tangsizlik, farg'o'rlik, xiyonatchilik va cheriklikni tugatilmagan bundoq saltanatning qandoqmi obro'yi bo'lsin? Birinlari yeyishyotidi, minglari ularni beqishyotidi. Zulmga uchrab turibmi qarshi chiqmovchilar, boshqalarning o'zlarini buloqatqanligini ko'rib turibmi o'zini bulashga yo'l qo'yg'ichilar. Ochliqning azobini tetib turibmi qarshi turmaganlar, o'limlarni ko'rib turibmi shukr qanoat qilganlar nafsi past insondir. Zulmni tomosha qilish beparvolar va zulmga bo'ysunganlarning hammasi nafsi inson emasdir. Yetar endi.
Laneti Manjur hükümranlarının mustabit hakimiyetinin zorluğu yana qachondir tufoqat qilib turibmiz. Rahmatullah Begning oddiy, ammo ma'nisi chunqur so'zlari quloq solg'uvchilarni tizla uyg'otib, ularning qalbidagi g'azab yolqinining o'rilishiga sababchi bo'ldi. Xaloyiq dod faryod ko'tarildi. Ularning ovozi mo'ljar tog' ustidan eshib o'tib, yiroq-yiroqlarga anglandi. Xalq darhol ner beridilla nayza, tayoq to'qmoq, tosh, g'ish parchalari bilan qurollanishdi. Ularning ko'zlarida qat'iylik xuddi yolqindek chaqnab turmoqda edi. Bu hech kimni o'ldirilmaydigan yolqin edi. G'azablangan xalq Rahmatullah Begning kaynidan ombal yomg'irga qarab suvdek eqishdi. Ularga Yaman suv, Alasay, Jigdilik, Qumbo'lum, Oqsay, O'tbeshi, Jaytog', Duldul o'qur, Anjan mahallasi, Qo'shteg'i, Machan va Qarabaq qatorliq atrofdagi yezi mahallalarning aholisi kelib qo'shilishdi. Ularning ko'plarining shaharda nimadir tayyorlanayotganligidan xabari bor edi. Shunga ular hammadan avval qo'zg'olonga qo'shilishga qaror qildi. Xalq ombal yomg'irning oldiga to'planib varqirashga boshladi. Hey, suvchun degan zoni, bu yoqchi. Qanisa, Abdullah degan o'lgur do'zaxda chiqmasa. Bir kamda sepil ustidagi uygakning kaynidan Suvchin bilan Abdullahning besh ko'rindi. Hey, nodon chantuda! dedi Uchturpan hokim begi Abdullah. Sizlar Rahmatullah bek ergashmanglar. Yomon qaynoqdan yeninglar. Bu dunyo nurli qabohatli. Cho'l haq obod. U go'yoki bangilarning tuturuqsiz xiyoliga o'xshaydi. Onunla giriftar bo'lganlar nodonatdan boshqa usul ololmaydi. Bu dunyoning hodisleri her vaqt 100 xil nayranlarni ko'rsatadi. Shunga sizlar bu dunyoga oldanmay, g'aflat uyqulardan uyg'oninglar. Bo'lmasa, baba qazoning o'kizini farog'at qonunlarga bog'lagan, o'z qo'linglar bilan tutqunlarga tortib chapgan bo'lasizlar. To'lonmasa diniq bilan darmon ostiga o'z tutqunlarni ekarganlikka ma'ni tulmaymi qolsizlar? Xoqoniychining saltanatiga qarshi chiqqanliginglar jamon chindek hem yasalgan istiqomga tosh otqunlar bilan barobardir. Shunga shukr qilinglar. La'nat Abdullah! deb varqiradi Rahmatullah bey. Hey, zolim! Bu zamindagi mazlumlarning og'uzlari, ko'zlaridan oqqan qon yoshlari, o'tliq malomat toshlari oylinib, zulmning egisi bo'lgan sizlarning beshinglarga tegmoqda. Zulmatdan keyin cho'qim kun chiqadi. Biz bu quyoshni toqat bilan kutmoqdamiz. Chunki ota-bobolarimiz toqat qilish, qarshilik qilish bilan barobardir deb o'tishgan. Xon Ambal Suvchin mo'ljal tog' qal'asining mustahkamligiga ishinib, qal'aning qo'voqlarini ching taqab, Oqsuvdan keladigan yordamni kutib turishga majbur bo'ldi. Ammo nurg'un xalqning qarshiligiga nima bardoshlik bera olsin? Kishilar yo'g'on lim yog'ochlarini ko'tarishib kelib, qal'a darvozalariga qattiq urishga boshladi. Oxiri mo'ljal tog' qal'asi qo'zg'olonchilar tarafidan yimirib tashlandi. Qal'a oxiri Rahmatullah bey boshchiligidagi Uchturpan qo'zg'olonchilari tarafidan tortib olindi. Puhralar chiqib tashlangan qo'vuqdan ombal yomg'irning ichiga toshqin suvdek eqishga boshladi. Yomg'irning saynasiga birinchi bo'lib besib kirganlar yuziga chumbal tortib olgan egiz bo'yliq bir ayolni ko'rib qolishdi. Ammo uning yurish turishi ayol kishiga o'xshamaganligini ko'rib, darhol uning beshidagi parangisini yulib elib qarab edi. U ayol yasinib olgan hokim bey Abdullah bo'lib chiqdi. Urma! Yomonga yon bosgan bu nafratli choyini dastlab necha qilish qurayli? Kishilar Abdullah begning uchtsidagi ayolchi kiyimlarini yulib soldirib olgandan keyin qo'llaridagi qish bilan uning yuziga urishdi va uni so'rib ketib qolishdi. Boshqa qo'zg'olonchilar Xon Ambal Suvchinni izlab tepish uchun qal'aning ichiga yugurishdi. Bu chaqda ikki qo'li Uchturpanliklarning issiq qonlari bilan bo'yalgan Xon Ambal Suvchin umrining oxirgi minutlari yetib kelganligini to'ydi. Biroq u osmonga chiqib ketay desa, osmon yiroq. Yerga kirib olay desa, yer qattiq. Oxiri qal'a ichidagi bir tup jigdiga esilib o'lib olishga majbur bo'ldi.
Qo'zg'olonchilar uni topganda tini tex suvishga ulgurmagan edi. Aqsu xon ambili bilan Taxay Uchturpanda g'alyan chiqqanligidan xabar topgandan keyin darhol 500 chirik bilan Rahmatulloh bek boshchiligidagi qo'zg'olonga hayva ko'rsatish uchun Sepil sirtidagi bir do'ngda bargoh tikib, top-top zambaraklarni turg'izib tayyor qildi. U Sepil ostiga ot selib keldi va Sepil ustida jangchilarni sapras-chapras qilib taqtirgan Rahmatulloh bekga: "Hey, g'aliyonchi, Chevsulovsning maosh ta'minotini gaptirib-bu, yer isyan ko'tirish qandoq bo'ldi? Hozirning o'zi tez taslim bo'lsam bo'ldim. Bo'lmasa shaharni to'p tutuzib, qerigash demay, ammo o'tirgizib yetaman. Shaharni ko'ydirib, tub to'las qilib aytmoqchi, haligiz to'xtatmayman." deb varqirab turib tahdid soldi. Bu chaqda Rahmatulloh bek: "To'zoq yutkul biyan tog'ay, so'zingga quloq sol. Senlar bizde gunohsiz mazlum fuqarolarni o'ldirish uchun hammadan amal qilishsin ishdi" deb javob berdi, qilchini uduqmasdan. "Bizde gunohsizlarning qilini teksama, omil bir kuni jazolarini yeysizlar. Bu dunyoning so'rg'i bor." Rahmatulloh bek kuchli qo'llari bilan tosh etib, til xanjiri bilan shundoq so'zlarni qilgandan keyin Biyan Taxayning tiniga titrak o'lishib, put-qo'llari qo'llashmay qoldi. Oxiri u Sepil ostidan bargohga qaytishga majbur bo'lib, topchi cheriklariga shaharni to'pqa tutishga buyruq tushirdi. Ustidan ishga harba qator menish mumkin bo'lgan bu Uchturpan Sepili mazmut bo'lg'ashqa, yiliqo 10-20 to'p ekan, butun bir tog'ning tesh etilgan taqdirdimi qimirlamaydigandek qiladi. Sepil ustidagilarmi bo'sh kelmadi. Ular yuqorida turib, potay uygaklarining kayniga yo'shirini berib, Sepil ostida turishgan Biyan Taxayning qora cheriklariga qalin o'q yog'dirib turishdi. Gohida ular otgan o'qlar shunchalik uzoqqa ketadiki, yiroqdagi biror cherikka yoki otga tegib, Manchu hukmronlarini sarosimaga soladi. Qo'zg'olonchilar ba'zida Sepil ustidan tuvanga ko'yayotgan o't tashlab, qaynoq momlarni to'kib, qora cheriklarni Sepil tuvidan yiroqqa qo'g'laydi. Biyan Taxayning aldash, do'qilish hiylaskorga kelmaganlikdan u o'zining hayva ko'rsatish, indak keltirish taktikasini o'zgartirib, shaharni shiddat bilan to'pqa tutib, g'alyanchilarning yuragini mujib tashlash uchun to'pchi cheriklarga bugun tong suzilishdan ilgari shaharni uduldan shiddat bilan to'pqa tutishga buyruq tushirdi. Eng dastlabki payt haqiqatan qo'rqinchli edi. Shahar ichidagi qo'zg'olonchilar to'p o'qlarining dahshatli portlash sadolari ichida mang'ib, aloqsadi bo'lib ketishdi. Qo'rqib, xudini yo'qotgan ba'zi kishilar portlash sadolari ichida nima qilishni bilmay, besh qaygan tarafga o'zlarini etishadi. Kishilar bir-birining ismlarini otishib chaqirishadi. Vijildab uchib ketayotgan zambarak o'qlari ko'chalarga, uylarning ustiga tushib, valmadan mirchaqib deb qorong'ulikni yo'ritadi. Shaharning hamma joyi istutak va qolaymaqonchiliklar bilan to'lgan. Otlar o'rkishib sakrishadi. Sog' kishilar yarador bo'lib, yiqilganlarni dastlab yugurishib yurishadi. Biroq tong suzilishga ergishib, aloqsati bo'lib yurishgan bu kishilar oxiri o'zlarini tutib berishdi. Ular to'p o'qlarining portlash sadolariga ko'nib qolishdi. Yerga tushib portlayotgan to'p o'qlarining quloq mingini yeb ketadigan dahshatli portlash sadolari endi ular uchun qo'rqinchli tuyulmaydigan bo'lib qoldi. Biyan Taxayning shaharni shiddat bilan to'pqa tutish orqasida qo'zg'olonchilar texmi qaysarlashib, texmi johillik bilan qarshilik ko'rsatishga boshladi. Hatto 2000 dan ortiq qo'zg'olonchi shahar ichidan ot selib chiqishib, Biyan Taxayning 500 cherikining vatavarkini chiqarib etdi. Mag'lub bo'lgan Biyan Taxay shu qochqancha Oqsuga kelib, Sepilni taqib olgandan keyin ondan yurgi o'rniga tushdi. Qo'zg'olon barg'an sir kengayib, isyon yong'ini hamma yerni qoplag'ili turdi. Rahmatulloh bek rahbarligidagi Uchturpan qo'zg'olonchilari Oqsuv ambili Biyan Taxay va Kuchaxon ambili Obal qo'mondonligidagi Manju qo'shinlarining hujumini orqa-orqadan mag'lub qildi. Uchturpanda g'aliyon chiqqanda Chialong Kungzining to'p qabrisini tavob qilish uchun Shandong o'lkasidagi Chuyfu degan yerga ketgan edi.
u G'aliyan xabarini anglagandan keyin darhol Shandongdan Ostondagi o'rdasiga qaytib keldi va Uchturpan yig'iliqini qanday qilish haqida qora divan vazirlari bilan maslahatlashdi. Biroq Qianlong bu G'aliyanchilarning o'ziga yog'och tiqsa pitirab ketadigan chumil emasligidan xeyli o'bdan xabari bor edi. Shunga u darhol Qashqar maslahatchisi Andrey Nashtongni qo'shin boshlab kelib, Biantaqay bilan Aboga yordam qilishga buyurdi hamda Ili Janjuni Mangruy bilan mushavir Sang'un Oguylarga lashkarlarini boshlab kelib, Uchturpanni darhol qo'shib, kech-kunduz hujum qilib, shaharni G'aliyanchilarning qo'lidan tortib olish haqida ijrosi qattiq, surgi aniq farmon tushirdi. Atsi o'rta kengashida qora divandagilar Xoqani Chimchalongga Uchturpanda ko'tarilgan G'aliyan to'g'risida tafsiliy ma'lumot berdi. Pushtipanahimga ma'lum bo'lgandek, dedi Xishin. Uchturpan hokim begi Abdullah Qumulluq bo'lganlikdan sapli Qumulluqlarni ishib qo'ygan ekan. Ular Uchturpanliklarni qo'llardek ishlatib, ot eshak o'rnida xohlagan chiqib selib ketdi. Yerlik kishilarmi ularga bir narsa deyolmaydi ekan. Başqa shaharlarda bunday ish bo'lmag'achqa, u yerga amaldor bo'lib tayinlanganlar yerlik fuqaroni o'z qavmi deb hisoblaydi ekan. Abdullah begning mijozi o'zal o'zi mutaham bo'lg'achqa, yerlik fuqarolarga zulm sitam qilishni o'ziga odat qilib olibdi. Onun ustiga u mal dunyoga herisman, balog'ur, nafsoniyatchi bir odam bo'lg'achqa, uning qo'l ostidagilarmi haddidan bak eshib ketibdi. Uchturpanliklar mushkamgacha limini tishlab, toqat qilib kelibdi. Xon Ombol so'chib o'zi hamoqat, fohishi bo'z bir odam. Uning o'g'li otisidan eshib tushib, po'qir bir narsa ekan. Shunga Uchturpanliklar ularga tishtirnig'ich o'ychgan. G'aliyan ko'targanlar qanday odamlar ekan? deb so'radi taxt ustida o'tirgan Qianlong tarini turib. Ma'lumotlardan qaraganda G'aliyanchilar jami 2600 odam ekan. Ularning 2000i yigit, 600i sarvoz ekan. Ularga nufchullik 4-darajalik Shohibag Rahmatulloh, lamjillik 5-darajalik Bag Amrulloh, Yor mahallasidan 5-darajalik Qozibag G'opur, 5-darajalik Murabbag O'shur, Shohibag Muhammad Rahimbag bosh ekan. Bu qanday gap? Acaba bizning jaribli qudratli qo'shinlarimiz Uchturpandagi osh ikki to'p G'aliyanchi Shanto'g'larga tankilarmiz, ha? deb challa qopgan Qianlong qora divan vaziri Xishinning ma'lumotini anglagandan keyin Manjo hukmronlar saltanatining tasarrufidagi musulmon yurtlari turayotgan lashkarlarimizda bir tumandan eshib ketdi. Onunga yana Turdugungning necha ming kishilik mashhuriyati ishqiya soqchi qismlari qo'ysak, ikki tumandan ortiq cherik bor degan gap. G'aliyan ko'tarilgan dastlabki chog'larda Oqso'xon Amir Biantaqay bir jazolash qo'shinini boshlab Uchturpanga tegish qilgan bo'lsa-mu, ammo teri-piram bo'lib chekinishga majbur bo'libdi. Oxir Qashqarxon Amiri Nashtong 3000 dan ortiq qo'shin bilan uningga yordamga kelgan bo'lsa-mu, ammo qarg'a kelmabdi. Ele Janjuni Mangruy bilan oldilar-ku. Ular nima ish qilib yuradi? Hay, biz lashkar degan mushundaqchalik ishlatmay yana qachon ishlatamiz? Saltanatimizda ular maosh ta'minlab berish, beqish maqsadi hargiz qirib tushish emas-ku. deb qo'ydi Qianlong xafa bo'lib. Pushtipanahimizga ma'lum bo'lganki, Mangruy Dorin bilan Oguydorin ikkisi bir tumandan ortiqroq lashkarni boshlab, Uchturpan oldingi sepiga yetib beribdi va G'aliyanchilarni qatma-qat qo'rishibdi. Bu haqiqatan Qianlongning quliga xush yoqadigan so'zi edi. Shunga ochiqda qaynayotgan Qianlong bu gapni anglab, darhol pastgo'yga tushdi-da. G'aliyanchilar uqtiribdimi? deb so'radi. Aliylarga ma'lum bo'lganki, dedi Xishin qulluq bildirib. G'aliyanchilar tek yo'qtilmagan bo'lsa-mu, ammo ashliqqa o'ksib, shaharda qanchalik yuz beribdi. Shaharda aslidagi aholi va har qaysi yezkanatlardan G'aliyan ko'tirib, shaharga kirib olgan aholi qo'shilib 4000 tutun aholi bor ekan. Ularning orasida o'ldirilgani, yordar va kasal bo'lib o'lganlar 2000 dan oshadi ekan.
Qolganlarning 20dan ko'pragini ozuq-tulik o'ksib qopti. G'alyanchilarning kattabeshi Rahmatulloh bey jangga qatnashganlarga oshliq berildi, jangga qatnashmaganlarga oshliq berilmaydi deb e'lon qildi. Bu g'alyanchilar mushundaq eg'ir ahvolga tushib qolgan turdi. Yana nima qarshilik bildirdi? deb so'radi Chenlong. Pushpanohimga ma'lum bo'lg'ayki, dedi Xichin qo'lliq bildirib turib. Ayollar bu ishni surishti qilganda ma'lum bo'ldiki, bu g'alyanchilar taslim bo'lsaqmi baribir bizga yaxshi kun yo'q, xotin bolalarimizni saq qo'ymaydi. Undan ko'ra o'lgicha jon tikib erishgan deb johillik qilib yotdi. Deb johillik qilib yotibdi-dak. Dastlabki g'alyanchilar qal'aning mustahkamligiga, qo'lidagi oshliqning ko'pligiga tayanib qarshilik ko'rsatgan bo'lsin, dedi Chenlong Shah supsida qo'l shiltib turib. Qo'shinlarimizdan qattiq zarbisda, qo'shiq o'ksib qolgan bu shunday qiyin sharoitdimi? Ularning yer paylidan yonlig'ini ko'rib, xotin qizlardan tartib qarshilik bildirganga qaraganda, ular haqiqatan joyli odamlashgan. Pushpanoh, gap qoldilar. La'nati gadangash fuqarolar haqiqatan o'limga mahkumdir. Deyishdi o'rda amaldorlari tanglab. Bu qator ishtirpani g'aliya ko'targan bu fuqarolar garchi bir to'p olaman bo'lsa-mu, ammo ularning qo'ypayli o'sal bo'lganlikdan ularni insofga chaqirib bo'lmoq basi qiyindir. O'tganda saltanatimiz to'planuvchi jo'g'orlar bilan isyonchi xo'jalarni tinchitgandimi, buningda qarshilikqa duch kelmagan. Chenlong isyonchi xo'jalar haqida so'zlab etib, darhol ishparxon esiga tushib qoldi-da, yuragining bir yeri echishgandek bo'lib to'lg'inib ketdi. Shunga dedi u tishlarini g'uchirlatib turib. Qo'shinlarimiz Pushtirponni fatih qilgandan keyin bu isyonchilarni yo'qotish kerak. Pushtirpanohimiz donodir, yoshig'aylo, tuman mingil yoshig'aylo. deb tantana qilishdi o'rda ahlilari Chenlongning bu farmoniga. Qashqar xon ambili Nashdun Manju cheriklarini boshlab Pushtirponga ketgandan beri Qashqarni saqlab qolgan Og'loqchi Ambal Baykun dakki-dukkiga tushib qoldi. Uningga go'yo Qashqardimi g'alyan ko'tariladigan tuyuladi. Shunga u bugun o'zining sardorlariga qarab, Qashqar Gulbaq sepilining qo'vuqlarini baldurroq taqab, hushyor turishni tablab qo'yib, xos haramiga kirib o'ltiradi. Eshik echilib, uyga yosh bir cherik kirib keldi. Dorin, buyruq qirg'izlarning cherikchisi yasolari aytibdi. Ular nihoyat muhim ish bilan kelgan edi, ammo bilan ko'rishmasak zodi bo'lmaydi deb sirdan kirishga ijozat so'rayotdi, deb ma'lum qildi. Buyruq qirg'izlarmi parxkanda qovum, dedi Og'loqchi Ambal Baykun o'zicha o'tirib. Ularga bak kishilik ketgili bo'lmaydi. Qaralarida merini beqib jim yurmay, o'lkaga yonsovlar aytgani nimasi? Ularning boshqa g'arazdir bo'lib yurmasin yana. Har qaysi qo'riqlarga darhol qo'sh qarovul qo'yilsin. Dog'ning sirtida qarchiliklar tayyor bo'lib tursin. Ondan sen burutlarni mo'sh yerga boshlab kel. Qulluq Dorin, dedi heliqi yosh cherik va talog'i chiqib ketib, bir g'azaldan keyin buyruq qirg'izlarining yasovillarini boshlab kirdi. Bu yasovullar bo'yinlar go'shlik, o'zi baslik, qaramtul, pushtungur odamlar edi. Ular Og'loqchi Ambal Baykunga boshlarini egib salom qilishdi. "Ha, bahodirlar, harmag'aysizlar, o'tiringlar", dedi Baykun kursini ko'rsatib. "Al-hol, g'aylanchi chantolar isyon ko'tarib beshimizni o'choq etibatdi. Balkim oqsoqollar sizlarni biror xush xabar bilan avatdi-ku deyman." "Shunda", dedi yasovullardan biri. "Biz satlarni ikki odamini tutib olgan edik." "Ha? Nemish tutib oldinglar?" dedi Baykun. "Ular satlarni qo'ymoqchi o'xshaydi. So'roq qilsam ko'p narsalarni degil unimidi?" "Hay, qiynoq so'roq qilishni bilmaysizlar-da. Men bo'lsam ular bilan qandoq so'zlashib ekanman a?" dedi Baykun ko'ranman. Eliq yosh yasovul. "Cherikchi baydan farmoniga asosan bu 2 soatni sizlarning oldinlarga olib keldik Dorin. Biz ularni yerni oqtirgan edik. Eriq mol chiqdi." Deganicha Xo'jindan 19 yamboni chiqarib shira ustiga qo'ydi.
bu yambolarning har biri 50 sarlik yambo edi. Qani ular ne datan gelip kiranlar? Dedi ağlaqçı Ambal Beykün. Manju çerikleri bu iki tutqunni derhal datanga elip kirishdi. Bu tutqunlarning qo'llari xom tasın bilan kayniga qoyilib bog'langan bo'lib, bir egiz avaq kelgan bir uyg'ur bo'lib, ustiga chakmandan uzun chapan kiygan. Oyog'ida o'tik bor edi. Uning olib turgan ko'zlaridan o'zining tutqun qilinganiga tan bermaganligi chiqib turardi. Tutqunlarning yana biri qeri bir odam edi. Beykün bu qeri tutqunning yeniga keldi. Qani, İslam familiyan nima? Tutqun uningga bir qalaydi-da ta'tir qarab turib oldi. Agar rostini demaydigan bo'lsam, qaynoq so'g'ib basimiz. Mayli bo'lmasa javob bering. Kim bo'lasan? Sherikning ismi-chi? Biz Uchturponliq Saudiyalar. Mening ismim Bog'dun To'xti. Momo hamrohimning ismi Muhammad Abdullah. deb javob berdi heliqi qeri tutqun. Nega? Nemish qilmoqdinglar? Biz savdo qilish uchun Anjonga ketyapatdik. Yo'lda qirg'izlarning cherikchi bek degan oqsoqolning odamlari mollarimizga o'lja qilib, o'zimizni tutqun qilib oldi. Gaping tugdimi? Yana deydigan gaping yo'qmi? Bog'dun To'xti uning so'ziga javob bermay yuzni o'rib ta'tir qarab oldi. Beykün cheriklariga: "G'alzira bersinglar, qani shu chog'da digmagin nima bir ko'ray" deb buyruq tushirdi. Qari cheriklari hash-pash degicha g'oz deb ataladigan ikki tal badrni ko'tirib kirishdi-da, yerga tashlab qo'yib, Bog'dun To'xti bilan Muhammad Abdullah ikkisini chambarchas bog'lab, ularning ikki tarafiga o'tib, murustin tutib turdi. Beykün bas deb farmon tushirish bilan tanla qari cheriklar eliqi g'ozini bu ikkisining paqalchikining ustiga to'g'ri qilib, ikki tarafdan bu g'ozlarning ustiga dastashga boshladi. G'amza bu ikki tutqunning paqalchikini yanchib tashlaganlikdan tutqunlar azobga chidamasdan qattiq nola faryod ko'tarishdi. "Eyta, Anjonga azod nima ish qilmoqchi bo'lishdi?" deb so'radi Beykün ularni qiyin qisqa qilib turib. Tutqunlar javob bermedi. "Ularning tizining ostiga qirliq tosh qo'yinglar. G'ozining ustiga yan ishkilik odam chiqsin" deb buyruq berdi Beykün qahri bilan. Bu chaqda Bog'dun: "Voyjon, zodichi yonladi" dedi-da hushidan ketib yiqildi. Qari cheriklar uni hushiga keltirish uchun beshiga bir tun suvni shaqirtib qo'ydi. U yengilashdan hushiga keldi. "Jelim qoqshimsan desam, men so'ragan savolga javob ber" dedi Beykün uningga varqirab. "Biz Rahmatulloh Begning qo'lgan xoni oldiga avatgan elchilar bo'lamiz" deb ixror qilishga boshladi. Bog'dun To'xti qiyin qisqa chidamay: "Qo'lgan xoni Erdan Begning huzuriga yordam so'rab ketyapti. Anjonni qarab maqmoqchi bo'lsanglar, o'dol qo'shib qarab maqmay. Badashqan tarafga nima ish qilasizlar? Rost gap qil" dedi Beykün. "Men seni yolg'on so'z avasqonligini bilmayman" Beykün ularning tirniqining ostiga bigiz tiqishga boshladi. Bog'dun To'xtining qo'lining uchidan tarqalgan og'riq uning yuragiga ziq sanjilgandek ta'sir qilib edi, zotini chidayolmadi. U: "Voyjon, men rostini aytay, meni qiynamanglar, jinimdan qo'rqib ketdi" deb faryod ko'tardi. Beykün qari cheriklarga qo'lini shiltidi. "Qani ayta, rost gap qil. Biz aslida Badaxshon tarafdan kelayotgan edik. Badaxshonga nima ish qilgan edinglar?" Beykün uning so'zini bo'lib tashladi. "Rahmatulloh Beg bizni Badaxshonga Afg'oniston podshohi Ahmad Shoh Durronidan yordam talab qilishga aytgan edi" deb ixror qildi Bog'dun To'xti. "Ahmad Shoh bilan ko'rishardinglarmi?" "Yo'q, biz borganda Ahmad Shoh sheklar ustidan g'azot qilish uchun Peshawurga lashkar boshlab ketibdi"
İlaç, Kırgız, Kıpçak, ağabeyinlerden yardımcı leşkeri çağırmakçı bulup, buyruklarının çirikçi beydiyen aksakalının olduğunu gelsek, bizni tutuverip, bu yer gelip geldi. Yani çok, yani neymiş daha? Biz bildiğin işinçilik ambadarın, rengim kılıp putumuzdaki kanatını olduruversiniz, canımızdan korkşap gitti. Dediğin bağudun toxtu, yerinip durup. Endi so'roq qilaversa, buningdan jiq natija chiqmaydiganligiga ko'z yetgan og'liqchi Ambal Baykun qo'lini silkidi. "Elib chiqib ketama!" deb qora cheriklarga buyruq qildi. Shu kuni oqshimi Baykun so'roq natijasi putib chiqqandan keyin Chiallongga bu ahvollar to'g'risida tafsiliy ma'lumot yo'lladi. Chiallong Uchturpan to'polonchilarining qo'rqandiki Erdembekning himoyasiga qaytib ketishidan bakmi ansiraydi. Shunga u Qashqar og'loqchi Ambri Baykunning ma'lumotini topshirib olgandan keyin janubdagi Manju qismlariga g'alyonchilarning atrofdagi musulmon ellari bilan til biriktirib olmaslik uchun musulmonlar yurtining chegara hududligini qattiq saqlash haqida farmon tushirdi. Uchturpan xalqi Manju hukmronlariga qarshi qo'zg'olon ko'targanda Rahmatulloh bek atrofdagi Qo'qon, Afg'oniston, Badaxshon va Kashmir qatorliq musulmon ellarining yordamiga erishishni umid qilgan edi. Biroq uning orzusining ta'tirisicha bu chog'da Afg'onistondagi Durroniylar sulolasi Hindistondagi sheyxlar bilan urush qilayotganlikdan Uchturpan qo'zg'olonchilariga lashkar chiqarib yordam bera olmadi. Qo'qondagi Erdembek garchi Uchturpan qo'zg'olonchilariga yordam beramiz deb va'da qilgan bo'lsa-mu, ammo Chiallongning o'ch erishidan qo'rqib lavzida turmadi. Xaqani Chiallongning yorlig'ida Manju ma'murlarining va Qumulliq hokim beglarining dahshatli zulm istamlariga qarshilik bildirish yuzidan qo'zg'algan deb e'tirof qilishga majbur bo'lgan Uchturpan xalqining buyuk qo'zg'oloni 6 oydan keyin to'liq qurollangan va o'zlarining jiq kuchli bo'lgan bo'lgan Manju cheriklarining hujum ostida mag'lub bo'lishdek echinishli qismatdan qutulolmadi. Milodiya 1767-yili Qamariya 8-oyning 15-kuni. Rahmatulloh bek boshchiligidagi qo'zg'olonchilar tarafidan 6 oydan beri qattiq mudofaa qilinayotgan Uchturpan shahri Manju cheriklarining shiddatli to'p o'qlarining zarbasidan oxir qo'ldan ketdi. Manju qo'shoni 6 oydan buyon 6 shahar va ili atrofidagi lov lashkarlarining hammasini degidek Uchturpan shahrining atrofiga to'pladi. İli Janjuni Mangroy, yandash Janjuni Aguy va İli hokim begi Musa Gunlar boshchiligidagi Manju yordamchi qo'shinlarini o'z ichiga olgan bu qudratli lov lashkarlar shaharning sirtiga bargoh tikib, saf tortib turishgan edi. İli Janjuni Mangroy va Aguylar Uchturpanni ishg'ol qilish uchun qal'aga ot soldi. Ular osmon qo'rg'oniga sirtmoq salmoqchi bo'lgandek, guruh qora cheriklari bilan shu tarafga yurish qildi. Go'yoki cherik daryosi sal suydek chayqaldi. Manjularning hayvatli qo'shinlari yer yuzini qopladi. Qora cheriklar Uchturpan qal'asini qatma-qat qo'rshash uchun tushma-tushdan yurish qildi. Ular qal'a atrofiga yaqinlashib, shovqin suran selishga boshladi. Tong otmoqda edi. Sepil ustida jamoat namoz o'qiyotdi. Namoz qisqa o'qildi. Bandat namozi tugab, ular o'rindan turishgan chog'da go'yoki shamol chiqqandek shovuldigan ovoz chiqdi. Atdiganlik oldirash ishlar boshlandi. Jangchilar qurol yaroqlaridagi qon dog'larini va to'pchonlarni suritib tozalashdi. O'qlarga paylayni bog'lashdi. Dam mush chog'da Manjular butun lov lashkarlarini shahar atrofiga to'plab, yer jahonni to'p-to'zonga ko'mib, 7-chi qatim umumiy hujumga o'tdi. Dahshatli jang boshlanib ketdi. Dushman lashkari ko'p ham xil edi. Rahmatulloh bayning lashkarlari Manjularning shiddatli to'p o'qlarida ko'p o'lib ketdi.
Aslida qo'zg'olonchilar egilib olgan Uchturpan qal'asini bir hujum bilan oson olamiz deb o'ylashgan Manju cheriklari 6 kundan beri shaharga qo'zg'algan 6-chi qatimliq hujumida qal'a tuvida döv o'liklarni qoldirib ketishdan boshqa hech qanday natijaga erisha olmagan edi. Qal'adagi qo'zg'olonchilar o'zlarini va xotin bola vaqinlarini jon tikib himoya qilishmoqda edi. Bu Saratan o'tib Asad kirib qolgan bir mazgil edi. Uchturpan shahrining atrofidagi bog'larda mevalik daraxtlarining shoxlari pishib yetilgan ho'suldan egilib, yerga salom berishga boshladi. Shahar ichidami mevalik daraxtlar, uzum bedishlari ko'p edi. Ammo ularning hammasi elitin sipsidan bo'lib qolgan. Tek sarg'aymagan ko'p shoxlar orasida biror tal olma, biror tal shaptup, biror tal shingil uzum qolmagan. 6 aydan beri qamal azobini yetkidek tortgan Uchturpan xalqi barliq mevalarni pishar-pishmayli yeb tugitishgan edi. Qal'aning hamma qo'viq darvozalari etik. Shahar atrofini bo'lsa Manju cheriklari qo'rshab yotgan. Ichkirisidan hech kimni chiqarmaydi. Sirtdan yordam bermoqchi bo'lganlarning yo'lini to'sib tashlangan edi. Manjular 6 aydan beri fuqarolarga eg'ir hashar selib, Uchturpan shahrining atrofiga uzunligi 5 chaqirim keladigan cho'nqur xandaklarni qazib turgan edi. Bu xandaklardan chiqqan to'plarni egiz qilib dövletib, ustiga nurg'un harvlarni ikki qator qilib tizib, uning ustiga yog'och yotqizib, harvlarni bir-biriga chetib maqlab, egiz shabbi yotqizgan edi. Uning orqasiga o'qtaqchi va miltiqchilarni o'rinlashtirgan. Xandak atrofiga quyuq o'sgan pishonda qilib, egiz qo'ziqlarni qiqib to'saq qilgan edi. Manju cheriklari Uchturpan sepiga qaratgan hujumini qanchaki jiddiylashtirgan sari qo'zg'olonchilarning o'q-dori'lari oziq-tuliga shuncha tez xo'rab ketishga boshladi. Yarador bo'layotganlar ko'payib, o'layotganlarning soni kundan-kunga eshiyotardi. Saq qolgan qo'zg'olonchilar qiyri yosh, ushshaq-cho'ng, ayollarning hammasi sepil ustiga chiqib, jon tikib, jang qilishmoqda edi. Qal'adagi xotin-qizlar Maysxon boshchiligidagi 7 qizga itoat qilishib, o'z otinlari, erlari va aka-ukalari bilan yonma-yon turib jang qilishmoqda edi. Rahmatulloh Bag'ning oy kuni yaqinlashib qolgan qizi Osimxonmi sepil ustida fidokorlik ko'rsatib, o'q tegib yiqilgan erlarning yorsini tengib, yana o'q tegmasin deb darhol uning oldiga xishkesak parchalaridan tam qo'pirib, ihot qilib qo'yib o'q tegib yiqilganlar, yordar bo'lganlar ko'paymoqda edi. Qiyri bir jarroh bilikiga o'q tegib yiqilgan bir yaradarni davolab, uning bilikidan texi yengili tekkan o'qya o'qini tortib chiqarib atgan edi. Ammo o'qning boshqa uning bilikining go'shiga kirib ketgan edi. O'qning ilgiki o'q boshqani go'shdan tortib chiqarishga qarshilik qilib atadi. Shunga heliqi yarador jangchi jiniga patgan og'riq azobidan qaqshab, o'tqa tashlangan qildek to'lg'anadi. Jarroh chaqqonlik va ustalik bilan uchi go'shdan ko'rinib turgan o'qqa bir mis naychini kirgizdi-da, uni o'ng tarafga burab turib, ehtiyotchanlik bilan o'q boshqa qo'yib turib sirtqa tortdi. Bu chog'da yaradorning beshiga intayin ochiq og'riq kirib ketdi-da, qattiq ingrab ketdi. Lekin bashaq jarrohning qo'lidagi heliqi mislaychi bilan tang harakat qilib, bilakning go'shidan sug'urilishga boshladi. Ustiga shifoliq malham surtilgan mislaycha siyliq bo'lganlikdan o'qning tuvini badandan ajratgan holda qoplab, ilgakni go'shtdan ajratdi. Jarroh ko'p urinib oxir bashaqni go'shtdan chiqarib olishga muvaffaq bo'ldi. Yordamchi jarroh yaraning og'ziga shifoliq malhimini surtib, ustini tuz suyiga chilangan yeng xom bilan mahkam bog'ladi. Shundan keyin heliq yaradorning yurgiga patgan o'q yarasining azobini to'xtadi. Yarador o'rindan turmoqchi bo'lib edi, jarroh midirlamay yetishni topiladi. Biroq yarador jarrohning to'sqiniga unumasdan sakrab turib ketdi-da, uyakning nersidan besh ko'ringan bir qora chelikka qarab etildi.
8 şoti qo'zg'olonchilarning jang qilishi qo'mondonlik qilayotgan Rahmatulloh Bekga qarab yiqilib kelmoqda edi. U tuvanda shotilarning qo'yilishini kutib, sepil ustiga hujum qilib chiqmoqchi bo'lib tayyorlanib turishgan bir to'p qori cheriklarni ko'rib qoldi-da, jangchilarga darhol tuvanga tosh do'miltishni buyurdi. Mudofaachilar yo'g'on toshlarni tuvanga qaratib do'milabdi. Bu chaqda Rahmatulloh Bek shotidan sepil ustiga sakrmoqchi bo'lgan bir manju sardorini ko'rib qoldi-da, "Yo Hazrati Ali Shohi Mardon!" deb varqirganicha shamshatdek cho'ng gursini beshidan oylandirib, eliq manju sardorining kallasiga orqa-orqadan 3 rat urdi. Eliq manju sardori navbatni o'tkazib etib, bo'ri tishliq umidni elib beshidan oylandirib urdi. Rahmatulloh Bek qo'lidagi gursini tashlab, pulat nayzi bilan eliq manju sardorining ko'krigiga urdi. Manju sardori chabdaslik bilan umudni tashlab, qalqonni yuziga tutdi-da, Rahmatulloh Bek shamshir urmoqchi bo'lib, shamshirni ko'tardi. Rahmatulloh Bek manju sardorining qo'lini ko'targandan foydalanib, qo'ldagi daysini cho'rib tashladi-da, yenidan shamshirni sug'urib shundoq urdiki, shamshir manju sardorining so'l biqinidan o'ng qo'ltig'iga sanchilib, uni ishga hassa qilib tashladi. Manju sardori shoti ustidan xuddi egiz polko'takdek yiqildi va jini jahannamga ketdi. Sarkardiston fidokorlik bilan jang qilayotganligini ko'rgan jangchilar shoti bilan tuvandan yuqoriga o'rmalab chiqayotgan qora cheriklarni qaysarlik bilan pastga urib tushirdi. Endi sepilning Rahmatulloh Bek turgan bo'ligining o'ng so'l taraflaridami bir necha shot paydo bo'ldi. Uzoq o'tmay manju cheriklari sepil ustiga chiqishib, ondan sepildan sakrab tushishga boshladi. Ular ko'chalarda bir-biriga yo'l berishmay o'tib ketishga tirishadi. Shahar ichidagi savdogarlar va boylarning uylari, omborlari, mol qo'riqlari tarafga qarab ushqandek chapatdi. Udul kelgan uylarga besib kirib, ko'zga ko'ringan odamni o'ldiradi. Shahar ichida manju cheriklari bir mahallidan keyin ikkinchi mahallni ishg'ol qilishmoqda edi. Kang maydonda otliq jang qilishda o'rgangan bu manju cheriklari tar ko'chalardan va o'rilib tushgan uylarning orqasidan o'tib, har xil qiyinchiliklarga qaramay, to'xtamay olg'a ilgirlab, qattiq hujum qiladi va daryo tarafga qarab chekinayotgan qo'zg'olonchilarni o'q-bo'ron qilmoqda edi. Rahmatulloh Bek, Jiyan Amrulloh Bek va kuyovli Tahir Beklar boshlab bir bo'lik qo'zg'olonchilarni boshlab, manju cheriklari bilan etishib, sepilning daryo bilan tutishadigan yeriga qarab siladi. Ular 3 mahalla yeniga kelganda Rahmatulloh Bek yiqildi. Uningga o'q tekkan edi. U aka deb ertirib kelayotgan insi Asmatulloh Bekka va ota nim bo'ldilar deb churqirishayotgan jiyani Amrulloh Bek kuyovli Tahir Beklarga qarab og'zini o'mchaytib, nimalarnidir pichirlagandek qildi. Orqadan uning beshi shiliqqida qilib yonga sangilib tushdi. Uning ko'zlaridagi o't sho'lasi lappid yongandek bo'ldi-yu, ammo asta-asta o'chib, xiralashib qoldi. Asmatulloh Bek boshchiligidagi bir guruh qo'zg'olonchilar qo'riq yeniga kelishganda bu yermo allaqachon manju cheriklarining qo'liga tushib ketgan edi. Manju cheriklari kishilarni tutgan yerida qilichlab so'yib tashlab Sherib turgan Savud Bey va Davud Mirza degan xoinlar manju cheriklarini boshlab qo'zg'olonchilarni tutib berib Ular kimni qo'zg'olonchi desa, manjular shu kishini qilchim oyab o'ltirmasdan, mana isyon ko'targanning jajisi deb rahimsizlarcha chepib tashlashibdi. Asmatulloh Bey boshchiligidagi yeniqi bir guruh odamlar qilichlarini ko'tarishgan peti manju cheriklariga aytildi. Bu chaqda Savud Beyning "Isyonchilarning kottibishi Asmatulloh Bey degan ana shu" deb varqirg'ini anglagan manju cheriklari qo'voqni tashlab, ularning ustiga yo'pirilib kelishgan peti qo'zg'olonchilarni chop-chop qildi. Kuchtingur bir manju qo'lidagi bir tishliq umuti bilan bir urupla Asmatulloh Beyning qo'lidagi naysini qiqib tushirib etdi. Asmatulloh Bey shamshirni sug'urib qo'liga elib bo'lg'ichilik orliqda 4-5 manju cheriki uning ustiga tashlandi-da, uni tutib oldi.
Asmatulla Bey'nin Manjular koluğu düşüp kalganını görüp Maysxan "Aka!" dep varqırğınıca onun olduğu yugurdi. Asmatulla Bey onunğa "Mening bilan karınız bolmasa, darhol qo'liqdan bösüp chiqib ketinglar!" dep qattiq qahri bilan varqiradi. Maysxan amalsız Baymurat Palvan degan yana bir sardor bilan billa mush patparaqchilikda qolgan qizlarni va bir qism qo'zg'olonchilarni boshlab qo'liqdan muhosirni yerib qechib chiqib ketishga muvaffaq bo'ldi. Yana bir guruh qo'zg'olonchilar qo'liq yanida Asmatulla Bey'dan ayrilib qilishgandan keyin Amrulla Bey bilan Tahir Beglarning boshchiligida Manju cheriklari bilan qaysarlarcha qo'lliq elishib yurib, darvoza oldi jamining ichiga kirib oldi va jamining eshigini itib elishdi. Qolgan bir bo'lib xotin qizlar baxtga qarshi Manju cheriklarining qo'liga tushib qoldi. Ularning orasida Tahir Begning eg'ir oyoq xotini Osimxon bor edi. Manju sardori Aqsuxon ambili Bentag'ay etini divitib, choptirib kelib jami oldidagi maydonda to'xtadi. Va jamining saynasiga sapsilib qaradi va atrofdagi qora cheriklarga "Olg'a o'tirib, jamoatga o'sha bir to'p isyonchilarni tek tutsanlar, qadiyonchilarning poxlandek o'ma, paxtadek yumshoq xotin qizlar sizlarning bo'ldi. Qo'llarga chiqqan o'zining hammasi sizlarning bo'ldi. Nangri janoblari shahar 3 kun buloqlan qilishga ruxsat qildi." deb varqiradi. Qora cheriklar xushalliqidan "Ura, cho'qqa, bular bor!" deb cho'qan selishib, jamiga o'zlarini parvonadek etishdi. Jami ichiga besib kirishga taqozo bo'lgan qora cheriklar intayin ko'p edi. Ular birdamdala ishga qo'shilib qilishdi. Amrulla Bey, Tahir Bey bu fursatni g'animat bilishib, qo'llaridagi oypaltinlarni bir-biriga yo'l berishmay qistilishib kelgan Manju cheriklarining beshida o'ynatdi. Jami ichiga besib kirganligi qorichilik beshiga palti tegib, udulliq yer tishlab yetaverdi. Üstü-üstiga yiqilgan jasadlar dövsi Manju cheriklarining o'zi uchun mangadigan yo'lini to'sib qo'yishdi. "O'qinglar!" deb varqiradi Bentag'ay. Qora cheriklar darhol jami atrofidagi uylarning eshik derazalarini buzib, uylarning o'g'izlarini echib, nurg'un yog'ochlarni to'shib akirishdi-da, jamining atrofiga dövlab o't qo'yishdi. Lavildab ko'ygan o'tning yolqini talakka ko'tarildi. Jamining ishigidan kirgan kuchli o't yolqini yog'ochdan naqsh o'yilgan panjaralarni yalab, qop-qora tutun bilan jamining eshik to'ngligidan turilib chiqdi. Jami ichidagi kishilarning qattiq tillagan, chirqirgan, qog'gan ovozlari anglanib turardi. Bir hazardan keyin varqirgan ovozlarni tugab, jami ichidan yagona bir odamning zarlangan ovozi chiqdi-da, to'xtadi. Endilikda Gulxon ichida yelayotgan jamining taxtay pollarining charaslab kuyishlar jimjitlikni buzib turardi. Manjular qo'liga tushgan asirlarni butunlay yeshindirib, ularning kiyim-kechaklarini o'lja elishgandan keyin o'zlarining hayvoniy nafsini qondirish uchun ko'p kunduzlar ularga zo'rlik qilishdi. Qora cheriklar yerda behush, eg'ir bo'yi Osimxonni uzun chechidan tutib, so'rgan peti Bentag'ayning oldiga akilib tashlashdi. Bu chaqda Bentag'ayga tunchilik qilib berayotgan Sherib Durg'a bu chiroyli cho'kanning Rahmatulloh Begning qizi ekanligini uningga ma'lum qildi. Bu chaqcha qora cheriklar Osimxonning ustidagi yipak ko'nglikini soldirib bo'lishgan edi. Endi ular Osimxonning bo'ynidagi kahva marjonni o'zib olib, qo'liqidagi oltin zirsini chiqarib olishdi. Va putidagi qizil o'tkini atlas ishtimni soldirib etib, uni so'ygan piyozdek qilib qo'yishdi. Bentag'ay chiroyini qilchim o'zgartmasdan bu manzarani tomosha qilib turardi. Bir hazardan keyin Osimxon hushiga keldi. Biroq u varqiramadi, yig'lamadi. Faqat u yong'indan yuzlari qip-qizil bo'lib ketdi. Qo'llar bilan ochiq yerlarni yeb tugilib turardi. Nashdon uning badanini silay deb so'l qo'lini uzatishiga Osimxon uning qo'lini tutdi-da, 5 barmog'ini og'ziga solib, g'achchida tishladi. Ondan sulg'an tishlari bilan qo'shib, og'izdagi qonni purkib tükirdi. Nashdon og'riq azobiga chidayolmasdan to'ng'izdek chirqirab taqlab ketdi va qilishni qilidan sug'urib olib, eg'ir bo'y Osimxonning qo'rsiqiga tiqib.
Bu çağda Asimxonning og'zidan qon o'qdek etilib chiqib, uning oppoq ko'ksini qip-qizil qondayan bo'yab tashladi. Uchturpan fathi qilinib, 3 kun o'tgandan keyin Manju cheriklari shahardan chekinib chiqqan bir bo'lak qo'zg'olonchilarni doldul o'qir atrofida qo'rishib berib, ko'p qismini yo'qotdi. Erishib qolgan oz bir qism qo'zg'olonchilar Maysxon va Baymurod polvon qatorliq sarkardalarning rahbarligida urisha Mo'ljar tog' ustiga chekinib chiqib olishga majbur bo'lishdi. O'zlarining ulug'dan va g'alyonchilarni tirik tutish haqida ko'rsatma elishgan qora cheriklar Mo'ljar tog'ini qatma-qat qo'rishib oldi va muhosir chambaragini borgan sira taraytib boradi. Kechinlari tog'ning atrofida manjular yoqqan gulxonlar kechining tun qorong'uligini xuddi kunduzdagi oftobdek yo'ritib o'tgan edi. Cho'qchib turgan Mo'ljar tig'i xuddi osmonda erkin parvoz qilib yurgan qorlig'ochdek yiroqdan qorayib ko'rinadi. Qora cheriklar gulxon yo'rqida Qur'on yaroqlarini jaraqshitib tog'ning atrofini charlab yurishadi. O't yo'rqida tog'ning qiyofati to'lim haybatli ko'rinadi. Mo'ljar tig'ining bir uchi 9 buloq atrofiga kelganda xuddi polti bilan kesib tashlashgandek bir dilla tik hongga o'zgaradi. Bu hang tog'ning eng egiz tarafida bo'lib, tapinidan toki cho'qsig'icha qop-qora qiyo toshlar bilan qoplangan edi. Bu qiyolikning ba'zi joylari ko'pib chiqqan bo'lib, hozirli o'rilib tushdigandek ko'rinsa, yana ba'zi joylari yimirib kirib ketgan bo'lib, ichida xuddi tegib yetkilib bo'lmaydigan o'ngirlar bordek bilinadi. Qiyo toshlarning usti va ostidagi orashlarda xuddi egiz bo'yli kuchtöngir odamning badinida o'sgan yirik tuklarga o'xshash irmash-chirmash javo o'tjublar ungan edi. Bunga kechining nash'umliq qo'shilib kishiga bir xil vahimlik va qo'rqinchli bo'lib tuyuladi. Maysxon bu kechini Manju cheriklarining muhosirasini qandoq buzib chiqib ketish haqida o'ylab bedor o'tkazdi va oxiri bir qarorga keldi. O o'zining qarorini Sardor Baymurod polvonga aytmoqchi bo'lib, Zo'hragulga uni chaqirishni buyurdi. Bugun tun qorong'usidan foydalanib, muhosirani bosib chiqib ketamiz, dedi Maysxon ko'pchilik pichirlab turib. Men bir bo'lik odamlarni elib, shabxun urib, Manju cheriklarini parakanda qilay. Sizlar Baymurod Sardor boshlab qolganlaringlar, yordorlarni elib tog'dan tushinglar-da, va'da taraf chekininglar. Zo'hragul uning so'zini anglab cho'chib ketdi. Biz sizdan ayrilmaymiz, dedi u. Siz nerede bo'lsangiz, biz shu yerda jon fidolik ko'rsatgaymiz. Biz siz bilan hayot mamotni birga bo'lamiz deb qasam qilganmiz, deb cho'rqirashdi qolgan qizlarni tangla. Bu chaqda Sardor Baymurod polvon qo'lini ko'tardi va: "Janobiy sarkardam, jangga ayollar emas, erlar otlandi", dedi ishak bilan so'zlab turib. "Biz erlar bor yerda siz hamshiralarimizni o'limga tutib berolmaymiz. Shunda, unda qilsak yuzimiz qora bo'lmamdi. Avlodlarimiz u olamda bizlardan, mo'minlarimizdan nimish xatarlik joyga avatdinglar deb so'rsa, biz nima deb javob beramiz?" deyishdi qolgan sardorlarni uning bilan tanglab. Uningdan ko'ra Manju cheriklariga biz shabxul uraylik. Sarkarda xonim, siz qolgan hamshiralarimizni va sardorlarimizni boshlab chekininglar. Tinch, asta gap qilinglar, Manjularni cho'chitib qo'ymanglar, dedi Maysxon. O sal o'yinib turib olgandan keyin so'zini davomlashtirdi. Men kechicha mush ishni o'ylab chiqdim. Biz tog'ning ustida turaversak, Manjularning qo'lida o'lmagan taqdirdimi, ochliq, usuzlik hammamizni oxir halokatga duchor qiladi. Uningdan ko'ra biz oz bir qism odamning hayoti badaliga ko'p qism odamlarni muhosira ishiga elib chiqib ketarsak, g'alaba qilgan bo'lamiz. La'nat Manju cheriklarga hammamiz cho'ng'ildab so'zlab o'lsakmi billaylik. Hayot qolsaqmi billi qolaylik. Bo'ldi, talashmanglar. Hammamiz bir hujum qilsak, o'zimizni halokatga tutib bergan bo'lamiz. Onundan ko'ra biz 7 qiz shabxun urush boraylik. Odam oz bo'lsa, kechida shabim oz bo'ladi. Dushmanni qaymoqtirishmi o'ng'ay bo'ladi. Men ham dushmanni talofatga uchratadigan, ham o'zimizni saqlab qolgan bo'lgan bir erchilik chorani o'ylab chiqdim. Maysxon o'rnidan turib tog'ning kendiga yantoq yoliq leviga kelib to'xtadi va tövanga sinchilab qaradi.
bu yantoq qiyoqni ko'ryapsizlar, dedi u oldi tarafni ko'rsatib. Manju cheriklari bizga tuyuqsiz hujum qo'zg'asa, dal mush yantoq qiyoqdan tog'ning ustiga chiqa olishi mumkin. Ana, ovu sharq tarafda qorayib ko'ringan qorisoyi Manju hukmronlari mo'ljal taqal'asini soldirganda tog'ning ustiga ahyo qildirgan potaydir. Biroq bu potay tarafdan muhosirni bosib chiqib ketish hargiz mumkin emas. Chunki Manju cheriklari o'zlarining ordigohini dal o'sha yerga o'rinlashtirgan. Shunga ular bizni bu yerdan tusholmaydi deb hisoblab, bu yerni ko'plashga qo'ymagan. Belki asosli kuchini tog'ning yantoq qiyoq tarafiga yo'tkab ketgan. Shunga biz potayga o't qo'yib shu tarafdan Manju cheriklarining ordigohiga tuyuqsiz chapqon ursak, Manjularni jazman tantirtib qo'yg'ul bo'ladi. Manju cheriklari bizni o'sha yerdan muhosirni buzib qochadigan bo'ldi deb qarab, yantoq qiyoq tarafga qaratgan kuchini bu yerga yo'tkab kelishga majbur bo'ladi. Sizlar shu fursatdan foydalanib qolg'ashtal tarafdan muhosirni yer betonlarda va'da tarafga chekininglar. Biroq men oshi gizlikning kanida yoki va'da tarafda Manju cheriklarining yoshiringan lashkarlari bormikin deb andish qilaman, dedi odatda ishni inchik o'ylaydigan Guloyim. Biroq Manju cheriklari bizni bunda qaltis yo'l bilan keladi yoki u yerga tushadi deb xayoligim keltirishmaydi. Hujumni qachon boshlaymiz? Deb so'radi Dilbar qiz. Maysxon osmonga qaradi. Hozir oy qorong'isi bo'lgan yaxshi payt. Shunga Baymurat Palvon bizdan boshqa hammalarni bir yerga yig'ib chekinishga tayyorlansin. Biz potayga o't qo'yishimiz bilan tang ularni qiyoq tarafga qarab chekinsin. Baymurat qo'lliq sarkardan dedi-da, darhol odamlarni boshlab chekinishga tayyorlik ko'rishga boshladi. Kecha osmoni xuddi qozonning kuyisida qop-qorong'i edi. Atrofni tun zulmati qoplagan edi. Qo'lida yondirilmagan bir o'tqashni tutib olgan Maysxon qizlarni boshlab tog' ustida potay tarafga qarab asta ilgarilamoqda. Qizlar uning kaynidan sap tortib kelishmoqda. Aralab Maysxonning pichirlab aytgan "Yetishmanglar qizlar, tezroq menglar" degan ovozi anglanadi. Ular tog' ustidagi potayning yeniq kelganda birdan tinglab turishdi-da, potayda odam bor ekan deb jazm qilishdi. Maysxon qo'lini shiltidi. "Yaqinroq kelinglar" deb pichirladi. "Mening qishimga yig'ilinglar." Potayning ichidan g'ulo chiroq nuri ko'rinib turadi. Bir ayol kishining ejinishli zarinishi va cheriklarining g'oyasizlarcha kulishgan kulgisi anglanayotdi. Maysxonlar tevish chiqarmay potayning tuviga keldi. Potayning ishik tarafida bir qora cherik toshga yo'langan holda mugdab o'tiradi. Maysxon o'qdek etilib borgan paytda qo'lidagi xanjar bilan kuzakchining qonini uzib tashladi. U qo'llarini uyan bu yonga pulanlatdi-da, varqirashqini ulgurmasdilla qiyinqiyib yiqilib qoldi. "Yurma, potay ichidagilarni yig'ishtiraylik" deb pichirladi Maysxon va qo'lidagi o'tqashni yondirib potay ichiga tashladi. Ko'yayotgan o'tqash dal bir tun po'xurning ustiga tushgan edi. Qizil potayning ichini lap qilib qoplab, orqadan dahshatli portlash sadosi anglandi-da, ichidagi odamlar bilan qo'shilib, cho'l-cho'l bo'lib potay biroqla osmonga ko'tarildi. Qattiq portlash ovozi butun mo'ljal tog'ni zilzilaga soldi. Tovandan farcheriklarning "Voy, ishchilar, isyonchilar o'rniga hujum qildi! Voy, tuz bo'linglar!" deb aloqsada bo'lib varaqrashgan ovozlar anglanmoqda edi. "Qizlar, olma, xalqimizni, hamshirlarimizni qirgan, oyoq osti qilgan, xo'rlagan, la'natlarni o'ylamasdan qirma!" Maysxon qo'lidagi qilichi bilan nayzasini ko'tarib, sanjimaq bo'lib etilib kelayotgan bir qora cherikni chepib tashladi. Bu chaqda yaralangan so'l qo'lini tengib, bo'yniga esib olgan bir tambal Manju sardori jo'g'i kichik g'unchi qizni bo'zak topgandek qilib, uningga chirmishib oldi. G'unchi qiz uningga necha marta qilich urgan bo'lsa-mu, ammo u hammasini qo'lidagi qilich bilan rad qilib tashlab, hamla qilib uni tog' tarafga qistab yurib ketishga boshladi. Va qo'lidagi qilichi bilan uni chapmoqchi bo'lib shiltib edi, g'unchi qiz kiyikdek chaqqonlik bilan yonga dojib o'tib oldi. Manju sardorining qilichi bo'shqa ketgan edi. U oldiga dalgudilib ketdi.
Bu çağda Dilbar qiz bir qilich selipla uning bo'yniga esib olgan so'l qo'lni murisi bilan qo'shib chepib tashladi. Uning murisi 5 barmog'i yo'q yarador qo'li bilan billa xuddi bo'ronda yerilgan daraxtning shexidek sangilab qoldi. G'unch qiz yana bir qilich urib bu tandal Manju sardorining beshini to'ng so'ymini uzgandek uzib tashladi. Bu chaqda Manju cheriklari orasida birdilla "Voy, yomon bo'ldi! Xon amba lashkonni chimib tashladi!" degan vahimlik sadolar ko'tarilib, butun mo'ljal tog' bag'rini chang keltirdi. Ikki qo'li Uchturpan xalqining issiq qani bilan bo'yalgan Osimxonni xo'rlab 5 barmog'idan ayrilib qolgan bu jallab oxiri mo'ljal tog' bag'rida Uchturpanlik bahodir qiz G'onchan tarafidan chepib tashlandi. Qolgan qizlarmo har tarafdan Manju cheriklari bilan qilishvozlik qilishib, botirlarcha jang qilishmoqda edi. Potay ostidagi Manju cheriklari maysxonlarning shabxunda mangdak turib qilishgan bo'lsa-mu, ammo tezlikda o'zlarini o'ngishib olishdi-da darhol urushga boshladi. Oxiri maysxonlarni tog' tarafga chekintirib qo'ydi. Ish endi ta'tirsiga qarab menlatdi. Baymurod palvon tog' ustida qopsilib qolgan qo'zg'olonchilarni boshlab, yardarini elib, yantoq yoliq tarafga tezlik bilan chekindi. Ular Soyutqi buloq degan yerga yetib kelganda, Oqsuxon Ambre Biyantaxayning chorlig'uvchilariga duch kelib qolishdi. "G'alyochilar keldi!" degan sado bilan tang Manju cheriklari darhol o'pir-to'pir bo'lib ketishdi. Chorlig'uvchilar jazirni jarangitib jang urmoqda edi. Bu chaqda Biyantaxay chedir ichida oldiga o'lja olgan xilma-xil marg'ub tashlardan va oltin ko'mishlardan yasalgan belayzuk, oltin qadoq, halqa, sirg'a, so'ka, uzuk, oltin zunlar va uch marvoyitlardan gul chekib ishlangan yepak yog'liqlarni qo'yib olib, qarab o'tirgan edi. Sheriklarning vahimlik ovozlarini anglab, uning chiroyi birdinla tutilib ketdi. Rengi o'zgarib, oldida yeyilib turgan o'g'illarni darhol siypab yig'ib olib, xoltisiga soldida xoltini qo'yniga tiqib, qilichni qo'liga olib, chedir sirtiga yugurib chiqdi. Biyantaxay barliq kuchini yig'ib, qo'lidagi qilichni Baymurod palvonning ko'krigiga urmoqchi bo'lib tamshilishga, Baymurod palvon qo'lidagi gurzi bilan uning qilichini qiyiqib tushirib-da, qo'lini uzatibla, eliq Biyantaxayning gelini bo'g'izlab oldi-da, xuddi qong'oqni ko'tirib tashlagandek dast ko'tiribla ondan unga uloqtirib bir etibdi. Biyantaxayning beshi yerda cho'qchib turgan qora toshga tegib, paxshi-paxshi bo'lib ketdi. Qora cheriklar sardorning o'lganligini ko'rib, cho'qin ko'tirishganicha xuddi o'zi buzilgan chashqandek taraf-tarafga titrab ketishga boshladi. Dal mushchaqda bir to'p Manju otliqlari bosh ustida qilich o'ynatib, o'yiqitganicha chekib kelishdi va piyoda qo'zg'olonchilarni qo'g'lab yurib, birdan bular hammasini qilichlab tashladi. Tong etib, yer jahon yo'rishga boshladi. Osmon shuncha suzuk bo'lib, g'uborsiz ko'kda bir bulut yo'q edi. Atrof bu yerda azaldan jang bo'lib boqmagandek jimjit bo'lib qolgan edi. Endi mo'ljal tog'ning ustiga chiqib olgan Maysxon qatorliq 7 qizdan boshqa bu atrofda hech qanday tirik qo'zg'olonchi qolmadi. Tog' bag'rida u yer bu yerda chepib tashlangan qo'zg'olonchilarning jasadlari yotibdi. Shaharda ishiklari hang'irqay o'choq, shamol huvlagan xaroba uylarni makon tutgan lolmi ishlardan boshqa bir tirik jon ko'rinmaydi. O'liklarning hidini olgan qog' quzg'unlar tog' bag'riga top-to'pi bilan uchib kelishmoqda edi. Maysxon boshliq 7 qiz Manju cheriklarining qo'liga tirik tushmaslik uchun qaytadan mo'ljal tog' ustiga chiqib elishdi. Manju cheriklar bo'lsa, xuddi tillarini sangiltib, sho'lganlarni eqitib, o'jisaga qarab turishgan bir to'p g'oljir itlardek tog'ning cho'qsiga chiqib olishgan 7 qizga qarshib turadi. Manju cheriklari birdilla ikkiga bo'linib, olchanlab kelayotgan bir ulug'ga yo'l berishdi. U tog'ning ostiga yetib kelgandan keyin tog' ustidagi 7 qizga qo'lni pulanlatdi. "Hay, Yatullah! Senler beni tanıydı mı? Ben muş ili cancını memnunidarım buludu. Değişinge mende işçahırıydı." dedi o çalıp biladigan Uyg'ur tilida so'zlab ko'rinlab turib. "Sende tağdın üstü buludu.
Mä Canju darınga, sanga tolu şang beredi. Düşmese darın taşlandıydı. Sen kimge şang vermekçiydin? Bizge şang verersen de he? Bizden her şeylerimizden işbetlimizini tigip ayağa astı kılgan kim? Olarını öldürüp itip, ölüşne kırıp yavaştırıp taşlap koygan kim? Kızlarının sırgınlarını koluğu bilen kesip elip algan kim? Hey, Mıngırı diyen işinin barısı, senin bizge rastlalı işçi ağırgan bolsa, bunu yavuz okunu kılar mıydın? Mayısxan arka-arkadan sözlep Eli Canju'nun Mıngırı'nı eğiz açalmaz kalıp koydu. Mıngırı beşini çaykap koydu da kolunu götürüp başlanlar degende qattiq silkidi. Bu çağda Manju çerikleri tuşmu-tuştun möljer takı yamaşqıla turdi. Mayısxan takı yamışıp çıkmatkan manjularını görüp kızlarga taş domultishni buyurdi. Kızlar domulatkan yoğan taşlar güldürlep domulap kelip manjularının başlarına mecip ötüp ketişti. Biroq bu ölgen manjularının ornuga yengilleri payda boluşatdi. Ular mo oldinqilardekla jahillik bilan tağның cho'qsi qarab yamishapti. Ahiri tağ ustida domlatqidek taş qolmadi. Manju cherikleri tağның ustiga chiqishgandan keyin 7 qizni 4 atrofdan qurshab keldi. Qizlar Manju cherikleri bilan qilishvozlik qilishga boshladi. Ular chekina tiqqiyoning leviga kelib to'xtadi. Endi yo'l butunlay uzilgan edi. Keynida ajal muakkallari bo'lgan Manju cherikleri shipqab kelib atadi. Oldida bo'lsa necha terak bo'yi keladigan tiqon o'lim ularni kutib turadi. Bir Manju cherigi qo'lidagi uzun sapliq ketman qilichi bilan Mayısxanni chapmoq bo'lib qilich ko'tarib edi. Mayısxan o'zini himoya qilish uchun qilichni beshidan egiz ko'tardi. Qilishga tegib jon qilgan ovoz bilan tang yeshil uchqun chachrab chiqdi-da Mayısxanning qo'lidagi qilich sunib ikki nimta bo'lib ketdi. Manju cherigining qo'lidagi qilich ko'tmak qilishning uchi Mayısxanning qo'liga tegib ketib, bilagini kesib tushdi. Öz sardorining yaralanganligini ko'rgan boshqa 6 qiz darhol Mayısxanni o'tirg'a elib, uni tini bilan himoya qilib turishdi. Bu chaqda tog'u toshlarni titirtib, mo'ljar tog' ustida Mayısxanning ovozi yangrashga boshladi. Alvida, oni yo'q. Alvida, biz mangu sizlar bilan birga. Qizlar qo'llaridagi so'noq qilichlarini o'zlarini tutmoqchi bo'lib, shipqab kelayotgan bu badbashir Manju cheriklarining beshiga oxirgi qatam chapdi. Manju cheriklari darhol orqaga tortishdi. Bu chaqda qizlar yarador sarkarda Mayısxanni yo'lishib, pichoq bisidek tik yar ustidan o'zlarini pastga tashlashdi. Eli Canju'nun Mıngırı'nın ko'ziga tog'dan tushib ketayotgan bu 7 qiz xuddi ko'kdan o'ziga qarab etilib tushayotgan 7 shunqardek ko'rinib ketdi. Dahshatli janglarni to'lib yurib, so'nki qatgan, muzlagan Eli Canju'nun Mıngırı'mı bu dahshatni ko'rib zodili chiday olmay qolgan edi. U mushtaqda pushaymon ilgari iztirobga tushib qolgan edi. O'zini yig'ilib etishdan oran-orala tutib turardi. Uzoq yillardan beri hayotini Jung'oriya va 6 shahardagi jang maydonlarida o'tkazgan bu Manju sarkardasi odam o'ldirib, xo'rda bo'lib ketgan edi. Uning qilichi boshqa Manju sarkardalarininkidan alohida edi. U qurol-yarog' ustida buyurtib, qilichning qo'liga simab qo'ydirgan edi. Bu qilishni uning o'zidan boshqa har qanday odam yerdan o'zib ko'tara olmaydi. Qilish ko'tarilganda simab qilish qo'lni bo'ylab tuvanga domlab ketadi. Qilishni odamga chapqanda simab qilish qo'lni bo'ylab qilishning uchiga domlab boradi-da, qilish eg'ir besim bilan chepib tashlag'ili bo'ladi. G'aliyonchilarni yurakdek chepira, deydi u qo'l ostidagilarga. Hargiz rahim qilma. Sen Buğdağanın sardorisi. Senin vazifan g'aliyonchilarni yo'qotish. Urushda g'aliyonchilarni yo'qotishda muqaddas ish bo'lmaydi. Odatda u o'zini bu qilichi bilan odam chapqanda ko'zini mit qilib qo'ymay ishtiyoq bilan chepaveradi. U o'zining simab qo'ydirgan bu qilichi bilan maqtanadi. Mana endi Uchturpan diyoridagi mo'ljar tog' bag'rida tunji qatim o'zidan nafratlanishga boshladi.
ölümden korkmaydigan elni kılıç bilen korkutish mumkinmi? Dedi o bugün hasret bilen. Nazma, el üçün sen emas, non beridi Xudomu. Yetti qizga öksüməz, xalqimizdan duomu. Yetti degan sanoqni milyon barmoq sanaydi. Her sanoqda yetti qiz barmoqlardan maraydi. Ölgen emas yetti qiz, 7 ming bo'lib taralgan, yetti qizning qinidan o'yg'onganlar yaralgan. Canan bular yetti qiz, 7 mushni atqanға, jazo bersin Xudoyim, 7 qizni satqanға. Beliqut şirketida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Botir Ro'zining Şehitler Gülistani 7 qizlar nomli asri bugun mush yerda tamomlandi. Yoqtirib anglag'ininglarga rahmat.